Assalomu alaykum hurmatli Ijtihom baraka uylarida obunachilari. Bugun biz aynan musofirda yurgan yurtdoshlarimiz biznes sohasini mukammal ravishda astoydil o'sha Ijtihomga borib biznes qilaman yoki pul tikib qo'yaman yoki qanaqadir bir do'kon olaman deganlar uchun tayyor ishlab turgan do'konimizda bugun video obzorini e'tiboringizga havola qilamiz. Xo'p, do'konimizni qisqacha tushuntiradigan bo'lsak, Ijtihom shahriga Oqdaryodan kirib kelaverishda, ya'ni Beton tomondan kirib kelaverishda markaziy poliklinikani yon qismida joylashgan umumiy qavati 3 qavatdan iborat, podvoli bilan suplaganda 3 qavatdan iborat tayyor ishlab turgan do'konimizda sotuvni, ya'ni video obzorini e'tiboringizga havola qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim deymiz. Kiraverishimizda aytib o'tganimizdek, bu yerda o'zi apteka sifatida foydalanadigan. Kimdir misol uchun apteka sohasini yana qayta ishlataman, yana o'sha narsani rivojlantirib, yana dars ishlatib ketaman deganlar uchun ayni muddao tayyor, xohlasanglar o'sha apteka sistemasini proyektida tayyor holatda turib kelib o'sha to'ldirib ishlataversa bo'ladi. Xo'p, endi bu yerda pul tikib olib qo'yib, aptekachilarga arendaga bersangiz ham tayyor biznes. Xo'p, birinchi podvol qismiga tushamiz. Bu birinchi qavat. Bu birinchi qavatda o'sha dori-darmon. Men bu yeri skalat ekan. Shodon aka dedi, bu yerim skalatda o'sha aptekalarni narsa tursa kerak. Shu konditsionerlar ham bor ekan. Bu yerdan to'g'ri o'sha podvol qismiga tushib ketiladi. Tashqaridan ham bor. Endi hozir bu yerda ochib o'tirmadikda, to'g'ri ichkaridan ko'rsatib o'tib ketyapti. Ko'rib turganingizdek, podvol qismimiz ham o'sha xohlaganlar o'sha darmon sistemasini endi biz tushunmaymiz. Mana bu yerda xolodilnigi bor ekan, mana bu yerda o'sha aristol bir narsalardan motorlari qoqilgan ko'rsatib o'ting. Bu yerda to'liq ravishda menimcha adashmasam kanalizatsiya, boshqa hammasi shu yerga ulangan. Lekin umuman apteka endi aynan aptekani sohasini rivojlantirish uchun emas bu yer. Olib turib bemalol ishlatsanglar, misol uchun pastki qavatini xohlasanglar bironta bir biznes qiluvchi odamga beringlar. Tepangi qavatini yana bir kishiga, 3-qavatini yana bir kishiga. $100, $150 qo'ysangiz ham 150 dan qo'yganda ham $450 oyiga kelib turadi. Mana shu yerda o'zidan daromad kelib turadi. Endi aytib o'tdik, bu yer o'sha skalat. Men bularni ham tashlab ketamiz deyapti. Bularni olib turib sotib olsangiz ham bo'ladi. Aytib o'tgandek, bu qatorda paynetlar ham ko'p, magazinlar ham bor, ishlab turgan. Bu endi ikkinchi qavatga chiqib ketadigan xot. Ikkinchi qavatda ham kattagina joylari bor ekan. Pastda o'sha ikkita xona. Mana bu yerda bitta xonasi bor ekan, mana kiraverish. Dushoylarigacha ichkarida mana bor ekan. Sanuzali bor. Hamma narsa ishlaykan. Endi ancha vaqtdan beri ishlatilmagan bu yer. Misol uchun o'sha bu yerda olganlar ham bir kishiga o'sha bir vaqtlar bergan edik, hozir ishlatmaydi. Ancha bo'lib ketdi aka ishlatmaganimiz endi dedi. Mana ko'rib turganingizdek bu yerda bitta shurada remontasini qilish kerak, tepasi faqat ashkasi bor ekan. Ikkinchi etajda ham, uchinchi etajda ham kimgadir arendatorga bersa emas, birinchi qavatni bir kishiga berib, ikkinchi qavatda yana bir kishiga bersa bo'lar ekan. Chunki o'sha 2-3 bir kishiga qarayganda kirib kelish xodi bilan. To'liq obzorini e'tiboringizga havola qilib bo'ldik. Lokatsiyasini yana bir marta tushuntirib o'tamiz. Ijtihom shahri, adashmasam bu joylar Ijtihom shahri, Ijtihom mahallasiga qaruvchi, ya'ni markaziy poliklinika tibbiyot birlashmasini yonida joylashgan. Umumiy 3 qavatdan iborat, podvol bilan hisoblaganda umumiy 3 qavatdan iborat tayyor biznes uchun tayyor qulay joyimizda video obzorini e'tiboringizga havola qildik. Xo'p, umumiy maydoni 134 kvadrat maydonga ega. Narx-navosi qanaqa deganlar uchun narx-navosi pastda nomerlarni qoldiramiz. Umumiy $75,000 deyilyapti. Bu aytiladigan summa. Agar naqd bo'ladigan bo'lsa, Shodiyorbek sizning nomingizdan kimdir chiqargan bo'lsa, kelishtirib beriladigan joyi bor. Ya'ni $75,000 dan yana o'tib beradigan joyimiz bor. Agar nasiya bo'lib qoladigan bo'lsa, bir kishi yetmaydigan bo'lsa, nima bo'ladi deydiganlar uchun unga ham variant qilib beriladi. Misol uchun, ozgincha yetmaydigan joyiga muddatli, misol uchun foizsiz bo'lib berishga ham gaplashiladigan joy bo'lib qolishi mumkin. O'shani pastda nomerlarni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib, mana bu yerimizga kelib, mana bu yerda telefon raqamlarigacha yozilgan va pastda ham o'zimiz nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Kelib, joyni ko'rib, agar ma'qul bo'ladigan bo'lsa, tezroq, srochniroq olib qolish kerak, imkoniyat qo'ldan boy bermaslik kerak. Bunaqangi imkoniyat juda ham kam bo'ladi.